Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa 8-mart bayramga singillariga mana shunaqa italyanskiy tilla bo'lgan sepochkani xarid qildilar. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega sepochka hisoblanadi. Sifatiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Yaltillashlariga albatta alohida baho berib o'tasizlar. Kimga shunaqa tillalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'konimizga tashrif buyursangiz bo'ladi. Tabriklaymiz, yaxshiligiga nasib. Rahmat. Savdolarni bersin. Razimandim kelishib bayramga deb qaytib berdi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsanglar bo'ladi. 250 probadagi komplektimizni xudo xolasa turmush o'rtoqlari sovg'a qildilar. Chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan karat brilliant hisoblanadi. Tabriklaymiz, yaxshiligiga nasib qilsin. Rahmat. Yo'lzapag'adam omad, ammo savdosi ko'p bo'laversin. Narxlar qanday? Narxlari zo'r. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsanglar bo'ladi, mana yana turmush o'rtog'idan sovg'a. Tegi 585, usti esa Bakinski brilliant hisoblanadi. Italyanskiy sariq tilla, bu 750 proba bilan birga bir kopiya hisoblanadi. Arzon narxlarda chiroyli qilib berdik. Kimga shunaqa tillalar kerak bo'lsa, bemalol do'konimizga kelishingiz mumkin. Sizni bo'lsa tabriklaymiz, yaxshiligiga nasib qilsin. Navbatdagi xaridimiz shunday. Komplektimiz bo'ldi. Italyanskiy zolta bular. Kellarni podarkaga oldilar. Shunday skit ko'rib turibmiz kechadan beri. Hammanizni bayramiz bilan tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Bayramdan bayramga yetirsin. Baxtli bo'lsin yoshlar. O'sha qarisin. Xizmatlari buyursin. Omad hammaga. Shunday Dorikamiz yana navbatdagi xaridimiz. Dorika bo'ldi. Ajoyib narsa o'tirlar klientimiz. Yana bu qarshisiz narsalardan ajoyib havo narsa oldi. Bu klientimiz ham hazilamizda men mafiyaman deb meni qo'rqitib turibdi. Shundaymi? Omad. To'ylarga taqaysizlar. Undan zo'rlanib bunisini quvonib turibdi mana. O'zi 500 ming so'm menga yaqindagan narsasini. 500 ming.